Hello friends, welcome back to Royal Drive. Bugun biz ko'pchilik e'tibor bermaydigan, lekin o'z tarixida muhim o'rin egallagan avtomobil haqida gaplashamiz va bu avtomobil Chevrolet Cobalt hisoblanadi. Bu shunchaki oddiy sedan emas, balki ishonchlilik, soddalik va kundalik hayot uchun yaratilgan qulaylik ramzidir. Chevrolet Cobalt O'zbekiston yo'llarida ham juda mashhur bo'lib, qisqa vaqt ichida odamlarning ishonchini qozongan avtomobillardan biriga aylangan. Chevrolet Cobalt tashqi ko'rinishidan sodda, lekin ishonchli dizaynga ega. Uning shakllari keskin emas, balki muloyim va muvozanatli. Bu avtomobil ko'zga tashlanish uchun emas, balki har kuni ishonch bilan haydash uchun yaratilgan. Old qismidagi panjarasi va faralari Chevrolet uslubini aniq aks ettiradi. Yon tomondan qaraganda esa avtomobil barqaror va mustahkam ko'rinadi. Orqa qismi ham ortiqcha bezaksiz, ammo o'ziga xos oddiylikka ega va aynan shu jihat uni yillar davomida eskirmaydigan ko'rinishga olib keladi. Saloniga kirganingizda sizni qulay va tushunarli muhit kutib oladi. Chevrolet Cobalt ichki qismi haydovchi uchun mo'ljallangan. Barcha tugmalar o'z joyida joylashgan va ulardan foydalanish juda oson. O'rindiqlar uzoq masofalarda ham qulaylikni saqlab qoladi. Boshqaruv paneli esa chalg'ituvchi murakkab texnologiyalarsiz ishlab chiqilgan. Bu avtomobil haydovchidan ko'p narsa talab qilmaydi, faqatgina rulga o'tirib yo'ldan zavqlanish imkonini beradi. Chevrolet Cobalt texnik jihatdan ham o'zini yaxshi ko'rsatgan avtomobil hisoblanadi. Uning dvigateli yoqilg'i tejamkorligi va barqaror ishlashi bilan ajralib turadi. Tezlanishi silliq va ishonchli, shahar ichida ham magistralda ham o'zini erkin tutadi. Rul boshqaruvi yengil lekin aniq bo'lib, ayniqsa yangi haydovchilar uchun katta qulaylik yaratadi. Osma tizimi esa yo'ldagi notekisliklarni yaxshi yutadi va yo'lovchilarga qulay safar taqdim etadi. Bu avtomobilning eng katta afzalliklaridan biri bu uning ishonchligidir. Ko'plab Cobalt egalari bu mashina yillar davomida katta muammolarsiz xizmat qilganini ta'kidlashadi. Ehtiyot qismlari arzon va topilishi oson, texnik tuzilishi sodda bo'lgani uchun ta'mirlash ham ko'p xarajat talab qilmaydi. Aynan shu sababli Chevrolet Cobalt O'zbekiston sharoitida juda mos keladigan avtomobil hisoblanadi. Chevrolet Cobalt nafaqat transport vositasi, balki ko'plab odamlar uchun birinchi mashina, birinchi tajriba va birinchi xotiralar bilan bog'liq avtomobildir. U oilaviy safarlar, kundalik ishga qatnov va uzoq yo'llarda sodiq hamroh bo'lib xizmat qilgan. Bu mashina orqali ko'plab haydovchilar Chevrolet brendi bilan tanishgan va unga bo'lgan ishonchini mustahkamlagan. Bugungi kunda zamonaviy avtomobillar texnologiyalarga tolib ketgan. Bir paytda Chevrolet Cobalt o'zining soddaligi bilan ajralib turadi. U haydovchiga mashinani his qilish, yo'l bilan bog'lanish va haqiqiy haydash zavqini beradi. Bu avtomobil shovqin qilmaydi, lekin o'z vazifasini mukammal bajaradi va aynan shu uning yashirin siri hisoblanadi. Chevrolet Cobalt bu ishonch, tejamkorlik va halollik ramzi. U o'zini boshqacha ko'rsatishga urinmaydi, balki qanday bo'lsa shundayligicha qadrlanadi va shu sababli u hanuzgacha hurmat qilinadi, eslanadi va yo'llarda o'z o'rnini saqlab qolmoqda. Royal Drive bilan birga bo'lganingiz uchun rahmat va keyingi videolarda yana uchrashamiz.